Bo'ldi, beradi telefonni. Beradi telefonni, To'luka. Hamma yashab turibdi, hammasi Keladimi jurnalga? Ey, tujurga keladimi? Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimlari hamda bir guruh fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan ziddiyatli vaziyat aks etgan videolavha tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan ushbu holat o'rganilib, quyidagilar bayon etiladi. Joriy yilning 21-may kuni soat 18:40larda Muzrabot tumani Nurli hayot mahallasi hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlaridan biri Saftor Rasulov harakatlanish jarayonida o'zida shubha uyg'otgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisiga to'xtash to'g'risidagi ishora ko'rsatadi. Haydovchi esa xodimning qonuniy talabini bajarmay harakatni davom etgan. Transport vositalarini bezhujjat haydaganimdan va xodimlarga qarshilik bildirganimdan avvalambor pushaymon.